Dostlar, hurmatli obunachilar, Avtoshopga Gentra mashinamizni olib keldik. Mana 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Lyuk Abyss 8 4 tona tozalash balon hem mavjud. Tayyor mashinamizning kresi 100% radnoy dostlar. Korobkalar hazır shinelerini bor, ruxsatnomalari. Umuman chaqa-chuqalar ham yo'q. Tosh dengayllari idealniy sosteniyada turibdi mashina. Kresi 100% radnoy. Lyuklar, salon holatlari radnoy turibdi beri. Evakor polik, pokoleniya metani bor, avtomat, dominant, monitor, Malibu arka kameralar ham o'rnatilgan. Probegin cheydimi? 33 minut turibdi do'stlar. Hala yerga borib tekshirib olaverasizlar. Javob probeglarni, kraskalar ham radnoy, bakoylar ham ignaton filmdan ekan. Malibu arka kameralar ham. Narxini kelsak do'stlar 182 million so'm berib beramiz mashina. Avtomat hem mavjud, Luxi 100% radnoy, metan ham mavjud buni. Avtokredit etib olaman desangiz 25 million so'm bilan kelasizda. Оформление за отдельный bo'ladi, 5 yilga 5200 ming so'mdan chiqadi. Mana shu Avtoshop kunlarda turadi do'stlar. Jim mashinalaringizni barterga hisoblab ham olaveramiz. Agar 100 million pullaringiz bo'lsa, 90 million, 110 million shunda pullaringiz bo'lsa, qolganini 2 oyga jinoyat olmasa o'zingizdan kelib dogovor qilib qilsangiz ham bo'ladi do'stlar. Mana shu Avtoshop kunlarda turadi. Ko'rasizlar? Qop-qora boyarang. Bilasizlar, jentralarni kamayib ketib chiqishni ekan.